Kelin, doktor chaqiring, o'g'lim kasal. Hozir. Onam, vahima qilasiz. Oddiy tomoqchasi shamollagan ekan. Sen bilasanmi? Men bilaman. Bolamni qara, mazasi yo'q. Ana, ko'rdingmi? Kelin borib limon choyga asal choqib keling. Bar bilganing qilay ekansan, meni nima chaqirding? Kelin degan kasalman deb yo'tirar-kanda endi. Onaxon, keliningizning ahvoli juda og'ir. Hech qanaqa tuppa-tuzi ish qilmaslik uchun yotmagan. Mana issig'ini ham ko'ringlar-chi. 39.9. Normalniku. Joyiga qo'y. Senga og'irlik qiladi, polvonim o'zi kasalsan. Ko'tarma, og'irlik qiladi o'zi, mazang yo'q. Kelin, mazangiz yo'qmi? Ha, oyijon, rostdan mazam yo'q. Kelin, endi yoting desam bo'lmaydi, qon aylanishi kerak. Bruslini gapi bor, suv kabi. Ana yotni surib bo'ldi. Endi zulonka surib qo'yamiz. Oyijon, yaxshilar-ku. Nimasi yaxshi? Ana, o'pkasi chiqib ketdi deb yo'talyapti, quvlab. Hayotim, bitta kirmoshni olaylik. Qimmatda kirmoshlar hozir. Ishonch do'konlaridan olaylik. Endilikda Xitoyda ham yo'q narxli ishonchda. U uchun to'rt xil kategoriyadagi texnikalarni faqat 2 kun, 25-26 noyabr kunlari zavoddan ham arzon narxlarda ishonch do'konlaridan olishimiz mumkin. Qanday uni? 1.617.000 bo'lgan 32 talik smart televizorlar endilikda 990 ming so'm. 6.314.000 so'm bo'lgan 50 talik shivaki televizorlar endilikda 3.990 ming so'm. Vab shuzir ekan-ku. 4.561.000 so'm bo'lgan Artel sovutgichlari endilikda 2.690. 7.216.000 so'm bo'lgan Brewster sovutgichlari endilikda narxi 4.290 ming. Shuncha arzonmi? 1.327.000 bo'lgan Sirius pol avtomatlari endilikda 990 ming so'm. 990 mingmi? 7.658.000 bo'lgan LG 8 kiloli avtomatlari endilikda 4.980 ming so'm ekan. 8 kilolik ha? 3.114.000 so'm bo'lgan ideal gaz plitalari endilikda 2.190 ming so'm ekan. Bu komplekt ekanda. Faqat shoshilishimiz kerak, chunki aksiya faqat 25-26 noyabr kunlari bo'ladi. Aynan shu aksiya kunlari ishonch do'konlari 22:00 gacha ishlashardi. Kechasi o'yingacha ulguramiz, tamom, ketdik. Ana, kelin menga yuqtirdi.